Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun 21-sentyabr 2025-yil. Biz No'g'oy qishlog'i, No'g'oy mahalla fuqarolik yig'inida yashovchi Hasan Shavkat akaning savdo majmuasidamiz. Bu yerga 5 kW quvvatdagi quyosh stansiyamiz ishga tushirildi. Tizim to'liq ishlayapti. Hozir soatimiz 4, 3 kW ga yaqin elektr energiyasini ishlab chiqaryapti va davlatga ham sotuv bo'lyapti. 95% sotuv bo'lyapti hozir. Sizlarga hozir inventorlarning ishlash holatlari, qancha sotuv bo'lyapti, qancha iste'mol bo'lyapti, hammasini to'liq bir tushuntirib o'taman. Azizlar, bu yerga 8 ta Jinko 630 vatlik panellarimiz o'rnatildi va bitta bir fazali dia inventorimiz o'rnatildi. Hozir sizlarga tizimni to'liq ko'rsatib o'taman. Azizlar, mana inventorimiz hozir ishlayapti. 280 kW yaqin elektr energiyasini ishlab chiqaryapti. Soatimiz 16:00 va bu yerga DS himoya tizimi qilindi. Mana va AES himoya tizimi to'liq qilindi. Va akamizning qo'l telefonlariga monitoring tizim to'liq statistik ma'lumotlar analiz qilish uchun to'liq olib berildi. Va sizlarga hozir elektr davlat hisoblagichidan qancha sotuv bo'layotganini ham ko'rsatib o'taman. Mana hisoblagichimiz bir fazalik. Hozir mana bu yerdan ko'rishlaringiz ham mumkin. Davlatga sotuv bo'lyapti. Mana 206 kW ga yaqin, 207 kW ga yaqin elektr energiyasi sotilyapti. O'ziga iste'mol 100 Watt, 150 Watt iste'mol bo'lyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting.